nari kontrga o'tishim bilan jala yoqishni boshladi. Shuni orqaga qarasam, mana daraxtlar hech narsa ko'rinmay qoldi. Xudo deb o'tiribman, do'l bo'lmasin deb. Paxtani bor hosilni to'kib tashladi, hosilni to'xtatib olib tashladi deb bo'ylarni kesib. Ko'sini ham. Ha, hech narsa qolmadi paxtadan. Hosil sug'urtasi 243 million to'ladi. Yo'q. O'tgan safar hosil sug'urta to'g'risida video qo'yganimizda ko'pchilik negativ kommentlar ko'p bo'ldi. Har qancha ishonmaydiganlar ko'p. To'g'ri tushunish kerak. O'zim ham mana bugungi kelgan joyimga o'zim ham ishonmayman to'g'risi. Davlatdan 243 million pul olibdilar fermer. O'shaning uchun kelib ko'rib, hujjatlarni ko'rib o'rgandim va o'sha ko'rib turgan dalilda do'l urib ketgan va 15 gektar paxta ekilgan. 243 million so'm demak sug'urta jamg'armasi to'lab beribdi. O'shani o'z fermer o'zlaridan eshitamiz. Men o'zim she'r dedim. Ha. Shu nari kontrga o'tishim bilan jala yoqishni boshladi. Shuni orqaga qarasam, mana daraxtlar hech narsa ko'rinmay qoldi. Xudo deb o'tiribman, do'l bo'lmasin deb. Ha. Mashinani to'g'ri to'nkarib oray dedim, mashina Damas'ga. Ha. Bunaqasiga shamol bo'layotganda, bunaqasiga aylandi shamol. Mashinani kelib bunaqasiga qo'ydim. Taqqalab tuqqir uryapti. O'zim ancha o'ylanib qoldim bu. Paxtani 5-aprel kuni ekkanmiz, 15 gektar 62 sotik yerga Xitoy navidan 88 navini ekkanmiz. 5-aprel kuni ekkanmiz. Qancha xarajat qildi senga? Xarajat endi hektariga 15 million oshdi. O'sha qancha kredit oldi shu kungacha? Shu kungacha 200 million atrof olganman. Paxtani bor hosilni to'kib tashladi, hosilni to'xtatib olib tashladi deb bo'ylarni kesib. Ko'sini ham. Ha, hech narsa qolmadi paxtadan. Mana butun ekspertlar keldi, hammasi paxtani qayta ekishga kech bo'lganligi sababli haydab boshqa narsa ekib nima qiling dedi, haydavering bemalol dedi. Bir ikkita fermerlarga anaqa etishdi, to'lab berdik dedi. Etsam hech kim ishonmadi. Qancha berdi? To'lab berdi. Hosil sug'urtasi 243 million to'lab berdi. Yo'q. Ha. O'zingiz nima qildingiz sizlar? Yugurga. Men bor hujjat, Gidrometdan xulosa oldik. Keldi ular hamma o'rganib turib, ekspertlar keldi. Hosil sug'urtadan ekspert keldi. O'zimizni tuman qishloq xo'jaligi bo'limi viloyatdan kelishdi. Hammasi o'rganib chiqib, shu xulosani berdi. Paxtani kutdik o'zgarishini. Masalan, 19-kuni bo'lgan bo'lsa, biz 4-aprel kuni buzyapmiz. Paxtada o'zgarish bo'lmadi, iyulda. Ha, 20 kun kutgansiz. O'zgarish bo'lmadi paxta. Chunki ertangi paxta edi. Meni bo'yim paxtani bo'yi уже 90 santimetrga yaqinlagan bo'yi. Balandligi. Ancha narsa yo'qotibsiz. Ancha yo'qotganda noiloj. 70-80 sentner hosildorlikka biz harakat qilayotgandik. Mo'ljallatdik. Qachon tushdi pul? Pul tak 2 kun bo'ldi. Arizani qanaqa berdingiz? Arizani onlayn berdik. Agroportal nimasidan. Agroportal ariza. Ariza berdik. Ekspertlar ko'p kelib ko'rishdi, haqiqatan paxtaning ahvoli og'irdi, juda achinarli holatda edi. Bu 19-iyunda bunaqa holatda endi hali ko'rmagandim men o'zim. Endi ko'rdik. Fermerda yana umidi nimasi paydo bo'lyapti-da, ishlashga. Shunchalik hosil sug'urta ochildi, rahmat lekin. Haqiqatan fermerlar katta yordam bo'lyapti. Shu qaysi kompaniya sug'urta qilganingiz? Hosil sug'urtasi-da. Jamg'armaniki. Jamg'armaniki. Ko'pchilik nimaniki adashtiryapti-da. Kafolat. Narigi sug'urta. Hozir o'rniga moshina ekyorsiz endi. O'rniga moshina ekdik. Har qatda 243 million oldilarmi yo'qmi? Endi 243 million to'lamaydi degan gaplar bo'ldi. Yo'q, bu haqiqat, bu hech qanday bu yerda nima yo'q. Tabiiy ofat. To'liq to'lab berdi, to'liq to'lab berdi 240 million. Umuman muammo bo'lgan yo'q, boshqa yoqqa bir yugur meni sarson qilish ham bo'lmadi. Ko'z oldingizga keltiring, hozir sizda sug'urta bo'lmaganda. Ya dabdalaylik. Dabdala. Bu kredit bor, boshqasi bor. Maqsad sug'urtani tashkil qilishdan maqsad shu o'zi. Maqsad shu, dehqon bemalol dehqonchiligini qilsin. Ob-havo nimasidan qo'rqmasin degan ma'no ko'zi aslida. Fermer tog'on gaplarini eshitdinglar. Izohlarga ishongan bo'lsangiz plus, ishonmagan bo'lsangiz minus yozib qo'yinglar va fikr va tanqidlarni albatta izohlarga yozing. Keyin ko'rsatuvlarni shunga ko'ra to'g'rilab boramiz. Albatta yozgan izohlaringizni sug'urta jamg'armasi ham o'qiydi, ular ham ishini shunga ko'ra to'g'rilab boradi.